O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayollar huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish, ularni barcha sohalarda teng ishtirokini ta'minlash bo'yicha bergan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu jarayonda suv xo'jaligi sohasi ham chetda qolmayapti. 2025-yil 14-28 aprel kunlari Suv xo'jaligi vazirligi hamda Agrobank tasarrufida tashkil etilgan Suvchilar maktabida ayollar uchun maxsus o'quv-trening kurslari tashkil etildi. Ushbu tadbir Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasining agentligi hamda mahalliy tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Gender tengligiga xizmat qiluvchi seminarda suv xo'jaligida ayollarning ishtiroki, ijtimoiy inklyuziya, gender tengligi va mavjud to'siqlarni bartaraf etish choralari ko'rib chiqildi. Unda viloyatning shahar va tumanlaridan tashrif buyurgan 20 nafardan ortiq faol fermer ayollar, davlat mutasaddi xodimlari va yoshlar ishtirok etdi. Qatnashchilar o'z sohasida faoliyat yuritayotgan tashabbuskor va yetakchi ayollar bo'lib, ularning bu kabi tadbirlardagi ishtiroki kelgusida hududiy rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Treningda asosan ayollar uchun mavjud huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy to'siqlar tahlili, kam ta'minlangan ayollar uchun grantlar, ta'lim imkoniyatlari, amaliy misollar orqali suv resurslarini boshqarishda ayollarning rolini mustahkamlash, hududlardagi suv ta'minotidagi tengsizlik va uning ta'siriga doir munozaralar ko'rib chiqildi. Jarayonda ishtirokchilar suv xo'jaligi sohasidagi amaliy loyihalarda ayollarning faol ishtirokini ta'minlash yo'llari, suv ta'minotida adolatli taqsimot va zaif guruhlarni himoya qilish choralari, ta'lim va bandlik sohasidagi inklyuziv yondashuvlar haqida fikr almashdilar. Guruhlarda ishlash, rol o'yinlari, holat tahlili va keyslar ishtirokchilarni nafaqat bilim, balki tajriba va yetakchilik salohiyatini oshirishga xizmat qildi. Tadbir so'ngida trening tashkilotchilari tomonidan qatnashchilarga sertifikat hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kabi amaliy tadbirlar O'zbekistonda gender tengligi va ayollar imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan davlat siyosati izchil amalga oshirilayotganiga misol bo'la oladi.